Assalomu alaykum, hurmatli mutaxassislar. Bugungi mavzuyimiz avtomobil yo'llari asfalt-beton qoplamalaridagi chuqurlarni ta'mirlash usullari haqida bo'ladi. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Issiq usullar ta'mirlash materiali sifatida issiq asfalt-betonli qorishmalar. Keyingisi qora chaqiqtosh yoki graviydan qilingan qoplamadagi chuqurlarni ta'mirlash. Qora chaqiqtoshli qoplamalarni shimdirish usuli bilan chuqurli ta'mirlash. Va oxirgisi asfalt isitgichni qo'llagan holda asfalt-betonli qoplamalardagi chuqurlarni ta'mirlash. Issiq usullar ta'mirlash materiali sifatida issiq asfalt-betonli qorishmalar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyma oltin gugurtli asfalt-beton, oltin gugurtli asfalt-beton hamda polimer asfalt-betonning mayda zarrali, yirik zarrali va qumli qorishmalar va hokazolardan foydalanishga asoslangan. Ta'mirlash uchun ishlatilayotgan asfalt-betonli qorishmaning tarkibi va xususiyatlari qoplama materialiga mos kelishi kerak. Issiq asfalt-beton qorishmasini tayyorlashning oddiy texnologiyasi bo'yicha amalga oshiriladi. Issiq usullar asfalt-betonli qoplamaga ega bo'lgan yo'llarni ta'mirlashda qo'llaniladi. Ta'mirlash ishlarini havo harorati -5 gradusdan past bo'lmagan taqdirda va qoplama quruq bo'lganida hamda yo'l asosi erib bo'lganidan keyin bajarish mumkin. Qizdiruvchi ishlatilganda qoplamani ta'mirlash ishlarini olib borishga havo harorati -10 gradusdan past bo'lmagan taqdirda ruxsat etiladi. Chuqurlarni ta'mirlashning issiq usullari yanada yuqoriroq sifatli bo'lishini va ta'mirlab bo'lingan qoplamaning xizmat qilish muddatini oshirishga imkon beradi. Yozda va kuzda chuqurlarni ta'mirlash ishlari bevosita ular paydo bo'lganidan keyin amalga oshiriladi. Turli usullar bilan ta'mirlash ishlarini tashkil etish va ularning texnologiyalari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Biroq chuqurlarni ta'mirlashning barcha usullari umumiy texnologiyalarga ega bo'lib, ular ma'lum ketma-ketlikda bajariladi. Bu barcha jarayonlarni dastlabki, asosiy va yakuniylarga ajratish mumkin. Dastlabki ishlar o'z ichiga quyidagilarni oladi. Ular olib boriladigan hududni to'sish, yo'l belgilarini va ishlar kechki vaqtda olib boriladigan taqdirda yoritish uskunalarini o'rnatish, ta'mirlash joylarini, ya'ni ta'mirlanayotgan yuzalarni belgilab chiqish, qoplamaning shikastlangan joylarini chopib tashlash, sindirish yoki frezalash hamda olingan materiallarni yig'ishtirib olish, chuqurlarni material qoldiqlaridan, chang va loydan tozalash. Agar ta'mirlash qoplama nam bo'lgan holda issiq usul bilan olib borilsa, chuqurlar tagini va devorlarini quritib olish. Chuqurlar tagiga va devorlariga beton emulsiya yoki beton bilan ishlov berish. Ta'mirlash joylarini, ya'ni ta'mirlash yuzasini belgilab chiqish tarang tortilgan ip yoki bir bo'r hamda reyk yordamida amalga oshiriladi. Ta'mirlanadigan joy o'rni to'g'ri chiziqlar bilan, parallel va perpendikulyar chiziqlar bilan yo'llarning o'qi belgilanadi va bunda chizmaga to'g'ri shakl berilib, shikastlanmagan qoplama ichkari tomonga 3-5 cm kenglikda chizib chiqiladi. Bir-biridan 0,5 cm masofada turgan bir necha chuqurlar umumlashtirib, kartishli usulda birlashtiriladi. Belgilab chiqilgan ta'mirlanayotgan yuza qoplamani qirqib olish, sindirish yoki frezalash qoplamaning shikastlangan qatlami qalinligida, biroq butun ta'mirlash hududi bo'ylab 4 cm dan oshmagan darajada amalga oshiriladi. Bunda agar ta'mirtalab chuqurlar qoplamaning pastki qismigacha yetib borgan bo'lsa, o'sha joy yumshatiladi va tuzilmasi buzilgan qoplamaning pastki qatlami olib tashlanadi. Asfalt-betonning shikastlangan va bo'shashib qolgan qatlamini olib tashlash lozim va bunda butun belgilab chiqilgan kontur bo'yicha mustahkam shikastlanmagan qoplamaning eni kamida 3-5 cm bo'lgan tasmasi olib tashlanadi. O'nqir cho'nqirning ana shu olib tashlanmagan qismini qoldirib bo'lmaydi, chunki bu yerda asfalt-betonning monolitligi, mikroyoriqlar paydo bo'lishi, o'nqir-cho'nqir devorlaridan alohida chaqiqtosh zarralarining madalanib ketishi va qimirlab turishi natijasida bo'shashgan bo'ladi.
Unqir-chunqirga suv yig'iladi va u avtomobil g'ildiraklarining dinamik ta'siri natijasida qatlamlararo bo'shliqqa yig'iladi va asfaltobeton yuqori qatlamining pastki qatlam bilan tishlashib turishini bo'shashtiradi. Shuning uchun unqir-chunqirning bo'shashib qolgan chetlari qolib ketsa, ta'mirlash materiali yotqizilganidan so'ng bo'shashib qolgan chekka joylari biroz vaqt o'tgach o'pirilib tushishi mumkin. Endigina yotqizilgan materialning mustahkam eski material bilan bog'lanishi sust bo'ladi va yangi unqir-chunqir paydo bo'ladi. Quyidagi ikkinchi rasmda ta'mirlash materialini yetkazishdan oldin yamoqlarni to'g'irlash ko'rsatib o'tilgan. Bo'shashgan joylarni olib tashlash, frezalangan yamoqlarni tozalash. Birinchi, yamoqlarni devori bo'shashgan. Ikkinchi, qoplama qatlamlarga ajrab qolgan. Uchinchi, yachokni tubi buzilgan. To'rtinchi, yamoqni devori kesilgan yoki buzilgan. Chuqurlar qirralari chopib tashlanganidan so'ng butun kontur bo'ylab vertikal ko'rinishda bo'lishi kerak. Qoplamani chopib tashlash va sindirish atboykali pnevmatik bolg'a yoki lom, beton lomi, choklarni qiruvchi qurilma va yer yumshatgich yoki yo'l frezasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Yo'l frezasi ishlatilgan paytda chuqurlarni ta'mirlash uchun chuqurning oldingi va orqadagi devorining yumaloq chetlari qo'llaniladi va bunda ular diskli arra yoki atboykali bolg'a bilan kesib olinishi lozim bo'ladi. Aks holda yotqizilgan ta'mirlash materialining yuqori qismi eski material bilan birikish joylari juda yupqa bo'lib qoladi va keyinchalik u joylar o'pirilib tushishi mumkin. Eski qoplamaning yumshatilgan materiali freza massa chuqurlardan qo'l yordamida tezlikda olib tashlanadi. Yo'l frezasi qo'llanilgan paytda esa olib tashlangan material yuklovchi konveyer yordamida ag'darma yuk mashinasiga yuklatiladi va olib chiqiladi. Ta'mirlanayotgan yuzani tozalashni belkuraklar, siqilgan havo, ta'mirlanayotgan yuza katta bo'lgan taqdirda supuruvchi tozalovchi mashina yordamida amalga oshiriladi. Ta'mirlanayotgan yuza va devorlarini quritish zarur bo'lgan taqdirda issiq yoki sovuq havo bilan bajariladi. Ta'mirlash materiali sifatida issiq quyma oltin gugurtli asfaltobeton, oltin gugurtli asfaltobeton hamda polimer asfaltobeton qorishmasi ishlatilganda unqir-chunqirlar devorlari va tagini qovushqoq modda bilan ishlov berish amalga oshiriladi. Bu eski asfaltobeton materialining eskisiga tezroq birikib ketishini ta'minlash uchun zarur bo'ladi. Quyma oltin gugurtli asfaltobeton, oltin gugurtli asfaltobeton hamda polimer asfaltobeton qorishmani ta'mirlanayotgan yuzaga joylashtirish kesik joy chuqurligi 50 mm gacha bo'lgan taqdirda bir qatlamda va 50 metrdan oshgan taqdirda ikki qatlamda amalga oshiriladi. Bunda pastki qatlamga o'lchamlari 40 mm gacha boradigan yirik zarrali qorishma, yuqoridagi qatlamga esa faqatgina fraksiyalarning o'lchamlari 20 mm dan oshmaydigan mayda zarrali qorishma ham yotqizilishi mumkin. Yumshatilgan jismdagi yotqizish qatlamining qalinligi zichlash uchun saqlab qolingan koeffitsiyentni hisobga olgan holda zich jismdagi qatlam qalinligiga nisbatan katta bo'lishi kerak. Bu koeffitsiyent issiq asfaltobetonli qorishmalar uchun 1.25 dan 1.30 ni, sovuq asfaltobetonli qorishmalar uchun esa 1.5 dan 1.6 ni, nam organomineralli qorishmalar uchun 1.7 dan 1.8 ni, qovushqoq modda bilan ishlov berilgan chaqiqtoshli materiallar uchun esa 1.3 dan 1.4 ni tashkil etadi. Chuqurlarni ta'mirlash jarayonida quyma oltin gugurtli asfaltobeton qorishmani mexanizatsiyalashgan usulda yotqizilganda qorishma koherlardan qaylish lyuki yoki katta diametrli egiluvchan shlang orqali bevosita unqir-chunqirga yotqiziladi va uning butun maydoni bo'ylab tekis taqsimlanadi. Sathi 10-20 metr kvadrat bo'lgan yuziga asfaltobetonli qorishmalarni yotqizish quyma asfaltobeton qorishma yotqizadigan mashina yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bunda aralashma yotqizish tasmalarining
qo'shimcha ko'ndalang birikish choki paydo bo'lishining oldini olish maqsadida yuzaning butun eni bo'ylab bitta borib kelishda yotqiziladi. Qoplamaning pastki qatlamiga yotqizilgan quyma oltin gugurtli asfaltobetonli qorishmani zichlash talab etilmaydi. Yuqori qatlamga yotqizilgan asfaltobetonli qorishma, shuningdek, o'nqir-chunqirning chuqurligi 50 mm gacha bo'lgan paytda bir qatlam qilib yotqizilgan qorishma o'zi yurar tebranma shibbalagich yordamida zichlanadi. Zichlash koeffitsiyenti qumli va chaqiq toshi kam bo'lgan asfaltobetonli qorishmalar uchun 0,98 dan kam bo'lmasligi va o'rtamiyona hamda yirik chaqiq toshli qorishmalar uchun 0,99 dan kam bo'lmasligi lozim. Quyma oltin gugurtli issiq asfaltobetonli qorishmalarni yotqizish -10 dan +30 gradusgacha haroratda qo'lda yoki maxsus ukladchik yordamida amalga oshiriladi. Qoplamani yotqizishda faqatgina zarur bo'lgan zichlikni ta'minlabgina qolmay, balki ta'mirlash qatlamining bir tekis bo'lishini, shuningdek, ta'mirlangan qatlamning eski qatlam bilan bir sathda joylashishini ta'minlashi lozim. Yangi qoplamaning eski qoplama bilan yaxshiroq birikishi va issiq qorishmani yotqizish paytida yagona bir butun qatlam hosil bo'lishi uchun chopib olingan konturning butun maydoni bo'ylab chok bir qator yondirgichlar yoki elektr isitgich yordamida qizdiriladi. Qoplama sirti ustidan chiqib turadigan o'nqir-cho'nqirlarning ta'mirlangan choklari frezerlovchi yoki silliqlovchi mashinalar yordamida amalga oshiriladi. Yakunlovchi ishlar bu ta'mirlashdan qolgan chiqindilarni yig'ishtirib olish va ularni ag'darma yuk mashinalariga yuklash, to'siqlar va yo'l belgilarini olib tashlash, chuqurlarni ta'mirlash hududida belgilab chiqilgan chiziqlarni o'z holiga qaytarish. Qayta ta'mirlangan qoplamaning sifati va xizmat qilish muddati birinchi navbatda barcha texnologik jarayonlarning bajarilishi sifatiga nisbatiga qo'yilgan talablarning bajarilishiga bog'liq bo'ladi. Quyidagi 3-rasmda chuqurlarda ta'mirlashni ketma-ketlik jarayoni keltirib o'tilgan. Eng muhim bo'lib quyidagi talablar hisoblanadi. Ta'mirlash ishlari ushbu ta'mirlash materialiga nisbatan quruq va toza qoplama uchun belgilangan havo haroratidan past bo'lmasligi lozim. Eski qoplamani chopib tashlashda yoriqlari, siniqlari va uvalanib ketishlari bor bo'lgan o'nqir-cho'nqirning barcha tomonlaridagi bo'shashib qolgan material olib tashlanishi kerak. Ta'mirlash yuzasi tozalanishi va quritilishi lozim. Ta'mirlash kartasining shakli to'g'ri bo'lishi, devorlari nishabli, tagi esa tekis bo'lishi lozim. O'nqir-cho'nqirning butun sirti esa qovushqoq modda bilan qayta ishlanishi lozim. Ta'mirlash materiali ushbu qorishmaning turi uchun optimal bo'lgan haroratda yotqizilgan bo'lishi kerak. Qatlam qalinligi zichlash koeffitsiyenti uchun olinadigan zaxirani hisobga olgan holda o'nqir-cho'nqir chuqurligidan katta bo'lishi kerak. Ta'mirlash materiali puxtalik bilan tekislanishi va qoplama sathi bilan bir xil bo'lishi uchun zichlanishi lozim. Avtomobil ta'mirlangan chuqurlar sirtidan harakatlangan paytda silkinishlarning va ta'mirlangan hududning tezda yemirilishining oldini olish maqsadida karta chekkasida eski qoplama ustida yangi material qatlamining hosil bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. To'g'ri bajarilgan ta'mirlash ishlarining natijasi bo'lib qorishmani yotqizishdan keyin hosil bo'ladigan yotqizilgan qatlamning balandligi hisoblanadi va u notekisligi bo'lmagan o'nqir-cho'nqir chuqurligiga teng bo'lishi kerak. To'g'ri geometrik shakllar va sezilmaydigan choklar, yotqizilgan materialning optimal ravishda zinchlanishi va uning eski qoplama materiali bilan yaxshi birikishi, ta'mirlangan qoplamaning uzoq muddat xizmat qilishi. To'g'ri bajarilgan ta'mirlash ishlarining natijasi bo'lib zichlovchi materialdagi notekisliklar bo'lishi mumkin. Bunda uning sathi qoplama sathidan balandroq yoki pastroq bo'lib qoladi. Kartaning shakllari ixtiyoriy bo'lib qoladi. Yetarli darajada zinchlанmaganlik va ta'mirlash materialining eski qoplama materiali bilan yomon birikkani, karta chekkalarida turib chiqqan va dum joylarning borligi va hokazolar. Transport va iqlimiy omillar ta'siri ostida ta'mirlanishning bunday joylari tezda buziladi. Qora chaqiq tosh yoki graviydan qilingan qoplamadagi chuqurlarni ta'mirlash. Qora chaqiq toshli qoplamalarni shimdirish usuli bilan chuqurli ta'mirlash haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak,
Bunday qoplamalarni ta'mirlash uchun qora chaqiqtosh va qora graviyli qoplamaga ega bo'lgan yo'llarni parvarish qilish uchun ketadigan xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan yanada soddaroq materiallardan va ta'mirlash usullaridan foydalanish mumkin. Ko'pincha bu usullar ta'mirlash materiali sifatida sovuq bitum mineralli aralashmalar yoki bitumli emulsiya bilan ishlov berilgan materiallardan foydalanishga asoslangan. Bunday materiallardan biri bo'lib, organik qovushqoq moddaning nam mineralli material, ya'ni chaqiqtosh qum qorishmasidan iborat bo'lgan va sovuq holatda yotqiziladigan aralashma hisoblanadi. Suyuq bitum yoki gidrondan foydalanganda aktivator sifatida sement yoki ohak ishlatiladi. Chuqurligi 5 cm gacha bo'lgan unqir-chunqirlarni ta'mirlash uchun quyidagi tarkibdagi ta'mirlov aralashmasini ishlatishadi. 5-20 mm chaqiqtosh 25%, qum 68%, mineral kukun 5%, sement ohak 2%, suyuq bitum massadan ortiq 5%, suv 4% atrofida. Qorishma aralashtirgichda quyidagi ketma-ketlikda tayyorlanadi. Aralashtirgichga tabiiy namlikka ega bo'lgan mineralli materiallar chaqiqtosh, qum, mineral kukun, aktivator ortiladi. Keyin aralashtiriladi. Hisoblab chiqilgan suv qo'shiladi va yana aralashtiriladi. 60 gradusgacha qizdirilgan organik qovushqoq modda qo'shiladi va yakuniy marta aralashtiriladi. Qo'shilayotgan suv miqdori mineralli materiallarning xususiy namligiga bog'liq ravishda o'zgarib turiladi. Qorishmani tayyorlayotgan paytda mineralli materiallar qizdirilmaydi va quritilmaydi. Bu esa tayyorlash texnologiyasini sezilarli darajada osonlashtiradi va material qiymatini kamaytiradi. Qorishmani oldindan ko'p miqdorda tayyorlab qo'yish mumkin. Qorishmani yotqizishdan oldin unqir-chunqirning tagi va devorlarida bitum yoki emulsiya yordamida bog'lama qatlam hosil qilinmaydi, balki ularni suv bilan ho'llanadi yoki yuvib tashlanadi. Qatlamning yakuniy shakllanish holati transport harakatlangan paytda amalga oshadi. Nam bitum mineralli aralashmalarni ishlatgan holda chuqurli ta'mirlash 30 gradusdan oshmagan issiq haroratda va -10 gradusdan kam bo'lmagan sovuq haroratda quruq va nam havoda amalga oshiriladi. Ta'mirlash materiali sifatida avvaldan aralashtirgichda issiq qovushqoq bitum bilan chaqiqtosh massasiga nisbatan 1,5-2% miqdorida qayta ishlangan chaqiqtosh qo'llaniladi. Unqir-chunqirning konturi belgilab chiqilganidan so'ng uning chekkalari kesib tashlanadi. Eski qoplamalarni kovlab olinadi va yumshab qolgan material olib tashlanadi. Tagiga va devorlariga 0,6 litr metr kvadrat nisbatda olingan issiq bitum bilan ishlov beriladi. So'ngra fraksiyalari 15-30 mm bo'lgan qora chaqiqtosh yotqiziladi va qo'l shibbalagichlari yoki tebranma shibbalagich bilan zichlanadi. Bitum 4 litr metr kvadrat nisbatda olinadi va quyib chiqiladi. Fraksiyalari 1020 mm bo'lgan ikkinchi va qatlam yotqiziladi va zichlanadi. Chaqiqtoshga 2 litr metr kvadrat nisbatda olingan bitum bilan ishlov beriladi. Fraksiyalari 0,10 mm bo'lgan toshli chiqit bilan sepib chiqiladi va pnevmatik tebranma shibbalagich bilan zichlanadi. Xuddi shu texnologiya bo'yicha ta'mirlashni shimdirish usuli yordamida va bitum bilan ishlov berilmagan chaqiqtoshda ishlatgan holda olib borish mumkin. Bunday vaziyatda bitum sarfi oshadi. Birinchi qo'yilgan paytda 5 litr metr kvadrat, ikkinchisida 3 litr metr kvadrat. Taqsimlangan bitum butun chuqurlik bo'ylab chaqiqtosh qatlamini singdirib chiqadi. Natijada yagona bir butun qatlam hosil bo'ladi. Shimdirish usulining mohiyati ana shunda. Shimdirish uchun havo harorati 140-160 gradus bo'lgan holda 130-200 li va 200-300 li qovushqoq bitum ishlatiladi. Ta'mirlash texnologiyasi quyidagi operatsiyalardan iborat. Avval unqir-chunqirlar yoki chuqurlar qo'l yordamida katta o'lchamdagi chaqiqtosh 10-14 yoki 14-25 mm bilan to'ldirib chiqiladi. Keyin to'lishiga qarab turib fraksiyalari
to'rt olti yoki 6-10 millimetr bo'lgan mayda chaqiq toshni yo'l ko'rinishi butunlay tiklanmaguncha sepib chiqiladi. Qovushqoq modda quyib chiqiladi. 1:10 nisbatda olingan betumli emulsiya yoki betum, ya'ni bir qism qovushqoq moddaga massa bo'yicha 10 qism chaqiq tosh olinadi. Qo'l yordamida tebranma plita bilan zichlash amalga oshiriladi. Qovushqoq modda chaqiq tosh qatlamining asosigacha singib boradi. Natijada yagona bir butun qatlam hosil bo'ladi. Yakuniy shakllanish harakatlanayotgan avtomobillar ta'siri natijasida amalga oshadi. Chuqurli ta'mirlash uchun teskari shimdirish usulidan foydalanish ham mumkin. Bu holda tayyorlab qo'yilgan karta tagiga qovushqoqligi 90-130 yoki 130 ga 200 bo'lgan va 180-200 gradus haroratgacha qizdirilgan betum quyib chiqiladi. Betum qatlamining qalinligi o'nqir-cho'nqir chuqurligining 1/5 qismiga teng bo'lishi kerak. Issiq betum qo'yib chiqilishi bilan darhol mineralli material sepib chiqiladi. Fraksiyalari 5, 15, 10-15, 15-20 mm bo'lgan chaqiq tosh zarralarining o'lchami 20 mm gacha yetadigan chaqiq toshli qorishma yoki oddiy chaqiq tosh. Mineralli material tekislab chiqiladi va shipalagich bilan zichlanadi. Tabiiy namlikka ega bo'lgan mineralli material issiq beton bilan qo'shilganda ko'pik hosil bo'ladi va material pastdan yuqoriga beton bilan shimdiriladi. Agar ko'pik material sathigacha ko'tarilib chiqmasa, qovushqoq moddani 0,5 litr metr kvadrat nisbatida yana qaytadan quyiladi. Keyin chaqiq toshning yupqa qatlami bilan sepiladi va zichlanadi. O'nqir-cho'nqirning chuqurligi 6 cm gacha borganda, uning barcha to'ldirishlari bir qatlamda bajariladi. Chuqurligi ko'proq bo'lsa, to'ldirish qalinligi 5-6 cm bo'lgan qatlamlar bilan amalga oshiriladi. Chuqurli ta'mirlash bo'yicha ishlarini ana shu usul bilan havoning sovuq haroratlarida ham amalga oshirish mumkin. Biroq bu holda ta'mirlangan yo'l uchastkalarining xizmat qilish muddati 1-2 yilga qisqaradi. Betumli emulsiya bilan shimdirilgan chaqiq toshni qo'llashga asoslangan chuqurli ta'mirlash bir qator afzalliklarga ega. Bunda aralashmani tayyorlash uchun qovushqoq moddani qizdirishga hojat qolmaydi. Tevarak atrofidagi harorat musbat bo'lgan taqdirda yotqizishni amalga oshirish mumkin bo'ladi, ya'ni bahor boshlanishi bilan to kuzning oxirigacha. Kationli emulsiya tezda parchalanadi. Bu esa ta'mirlash qatlamining shakllanishiga yo'l ochib beradi. Chekka joylarni kesib olishga, material va bog'lovchi qatlamni olib tashlashga hojat qolmaydi. Ishlarni bajarish uchun quyidagilardan tashkil topgan ta'mirlovchi avtomobil ishlatiladi. Issiqlikdan himoyalangan va sig'imi 1000 litrdan 4000 litrgacha bo'lgan emulsiya uchun mo'ljallangan sisternaga ega bo'lgan asosiy avtomobil. Emulsiya uchun taqsimlovchi qurilma. Fraksiyalari 2-4 dan 14-20 gacha bo'lgan chaqiq tosh uchun bunkerlar. Qo'llaniladigan emulsiya tez parchalanuvchi bo'lishi kerak. 65% betonga ega bo'lishi va 30 gradusdan 60 gradus haroratgacha iliq holatda bo'lishi lozim. Ishlov beriladigan sirt toza va quruq bo'lishi shart. Tovuq uyi fransuzcha atama sifatida 50 mm dan katta bo'lgan chuqurlarni ta'mirlash texnologiyasi quyidagi operatsiyalardan iborat bo'ladi. Fraksiyalari 14-20 bo'lgan chaqiq tosh qatlamli yotqiziladi. 14-20 chaqiq tosh qatlamiga qovushqoq modda purkaladi. 10-14 fraksiyali ikkinchi qatlam yotqiziladi. 10-14 fraksiyali qatlamga qovushqoq modda purkaladi. 6-10 fraksiyali uchinchi qatlam yotqiziladi. 6-10 fraksiyali chaqiq tosh qatlamiga qovushqoq modda purkaladi. 4-6 fraksiyali to'rtinchi chaqiq tosh qatlami yotqiziladi. 4-6 chaqiq tosh qatlamiga qovushqoq modda purkaladi. 2-4 fraksiyali chaqiq tosh yotqiziladi va so'ngra zichlash amalga oshiriladi. Emulsiyani chaqiq toshga purkayotganda qovushqoq moddaning to'g'ri dozirovka qilinishi ta'minlanishi zarur. Chaqiq tosh faqatgina qovushqoq modda pardasi bilan qoplanib, aslo unda bukib qolmasligi kerak.
Qovushqoq moddaning umumiy sarfi massa bo'yicha qovushqoq modda chaqiq tosh teng 1:10 nisbatdan oshib ketmasligi lozim. Qatlamlar soni va fraksiyalar o'lchami 10-40 chuqurligiga bog'liq bo'ladi. Chuqurligi 10-15 cm gacha boradigan mayda chuqurlar ta'mirlanayotganda ta'mirlash quyidagicha amalga oshiriladi. To'roltili chaqiqtosh qatlami yotqiziladi. To'roltili chaqiqtoshga qovushqoq modda purkaladi. 2 to'rli chaqiqtosh yotqiziladi va zijlash bajariladi. Bu usullar harakat jadalligi past bo'lgan yo'llarda qora chaqiqtoshli va qora graviyli qoplamalarni ta'mirlashda qo'llaniladigan hisoblanadi. Bu usullarni qo'llashning kamchiligi shundaki, o'zgaruvchan qalinlikdagi qatlamlarning mavjudligi yamoq chekkalarining yemirilishiga olib kelishi mumkin. Yamoqning tashqi ko'rinishi esa o'nqir-cho'nqirning qiyofasini takrorlaydi. Ta'mirlanayotgan yuzani butun sirti bo'ylab asfaltobetonli qoplamani oldindan qizdirib olib, chuqurli ta'mirlashni amalga oshirish ishlar texnologiyasini sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu maqsadda maxsus o'zi yurar mashina, asfalt isitgichi qo'llanilishi mumkin bo'lib, u asfaltobetonli qoplamani 100-200 gradusgacha qizdirishga imkon beradi. Xuddi shu mashina ta'mirlanishi lozim bo'lgan joylarni nam havoda quritish uchun ishlatiladi. Qizdirish rejimi 2 bosqichdan iborat bo'ladi. Qoplama sirtini 180 gradusgacha qizdirish va undan keyin butun kenglik bo'yicha qoplamaning sirtidagi haroratni o'zgartirmagan holda qizdirilayotgan qatlamning pastki qismida 80 gradus atrofida yanada zijroq qizdirishni amalga oshirish. Qizdirish rejimi gaz sarfini o'zgartirish va gorelkalar balandligini qoplama sathi ustidan 10 cm dan 20 cm gacha o'zgartirish orqali tartibga solinadi. Qizdirib olingandan so'ng asfaltobetonli qoplama butun o'nqir-cho'nqir bo'ylab xaskashlar bilan yumshatiladi. Unga ko'xirdan yangi issiq asfaltobetonli qorishma qo'shiladi. Eski qorishma bilan qorishtiriladi. Zijlash koeffitsiyentini hisobga olgan holda ta'mirlanayotgan yuzaning butun maydoni bo'ylab 1.2-1.3 barobar chuqurroq qilib taqsimlanadi va ta'mirlanayotgan joyning chekkasidan markaz tomonga qarab qo'l tebranma shibbalagichi yoki o'zi yurar shibbalagich bilan zijlanadi. Eski va yangi qoplamaning ulanish joylari asfalt isitgichi tarkibiga kiradigan gorelkalar qatori yordamida qizdiriladi. Gorelkalar qatori bu ko'chma material rama bo'lib, unda infraqizil nurlanishli gorelkalar mahkamlangan bo'ladi. Bu gorelkalar egiluvchan shlang orqali ballondagi gazlarga ulanadi. Ta'mirlash ishlari olib borilayotganda qoplamaning harorati 130-150 gradus atrofida bo'lishi, ishlar tugashiga yaqin qolganda esa kamida 100-140 gradus bo'lishi kerak. Gazda ishlaydigan asfalt isitgichlarni qo'llash alohida e'tibor va xavfsizlik texnikasiga rioya qilishni talab etadi. Shamol tezligi 6-8 metr/sekunddan oshgan paytda gaz gorelkalarining ishlashiga yo'l qo'yilmaydi, chunki shamol ta'sirida gorelkalarning bir qismidan olov o'chib qolishi mumkin. Gaz bo'lsa ulardan chiqib kelaveradi va natijada katta miqdorda to'planib qolib, portlash xavfi yuzaga keltiradi. Suyuq yonilg'ida ishlaydigan yoki infraqizil nurlanishning elektr manbalariga ega bo'lgan asfalt isitgichlari ancha xavfsizroq hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.